Xo'p azizlar, 2022-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt'dan boshladik bugungi video roligimizni. Video davomida lekin har xillardan bor aytib o'tganimizdek. Buni yurgani qancha aka? 67 ming yurgan. 67 ming yurgan ABS konditsioner 4-paketini. Propana bu. Balonlari yaxshi holatda. Ходовой коробка yaxshimi? Shumka qilingan ekan. Eshiklar shumka qilingan. 67 ming yurgan, monitor qo'yilgan, chexollari yaxshi, kovri bor, linon qilingan. Nima kerak bo'lsa, hamma narsa qilib qo'yilgan ekan, xudo xohlasa. Kimga nasib bo'lsa, bir qator aloqaga chiqib ko'raverasizlar. Narxi yaxshi azizlar. Hozir yana bir qator so'rab ketaman. 4-paketli propan gaz. Paketini, nechiligini bilmayman. Ha, 4-paketli bo'ldi. 2022, 67 ming yurgan, toza. Nech pulga beramadingiz aka? 11 ga beraman. Bo'ladigan 18 ga bankka bering dedi, bermadim. Aka 10,5 naqd pulga qildi bergan. Xo'p, o'zi faqat naqd sotiladi? Ha. Bular sotiladi deyapsiz, faqat barter ham yo'q deyapsiz. Naqd pulga sotilar ekan. Bu damasi bo'lsa, kelishsak olaveradi. Bo'ldi, azizlar, 11 ming dollarga beraman deyapti akamiz, bo'ladigan. Endi bir qator o'zingizlar so'rab ko'rasizlar. Hujjatlari xohlagani bo'laveradi. Ha, onlayn davaymiz. Nomeringiz 99 327 327 55 55 72 raqamlariga murojaat qilasizlar azizlar. 2022 yili eskiroq avtomat korobka so'raganlarga 2016 navbatdagi Cobalt'imiz 4-paysami? 4-paysi. Yurgani qancha? 250 ming yurgan. ABS konditsioner, 4-paketli propan gazlari bor. Xo'p, motor ходовой korobkalari zo'r va zo'r deb aytilyapti. O'zingizlar kelib ko'rib tekshirib olaverasizlar. Balon qo'yilgan ekan, yangi yumshoq balon qo'yilgan. Salon holatlari 250 ming yurgan, monitor qo'yilgan, multirol qilingan ekan, qo'yilgan ekan rol. Buni bagaji pult ochlan, pulti yo'q ekan lekin. $250 ming yurgan 2016 4-paysi avtomat korobka. Mana 48 talik gazi. 48 talik 4-paketli propan. Yo'q, kattarog'idan. Ha, bo'ldi. Bu propan gazi o'rnatilgan ekan. 2016. Kraskasi qanaqa? 3 ta petnosi bor. Nech pul narxi aka buni? 8700 mi? Kami bor. Bermaganingiz ham bo'lgandir aka? 83 ga berman. 8300 dollargacha pul ko'rdi. Bo'ldi. Hujjatlari keyin bo'laverami? Bo'laveradi. Generalniy davenisi ham bo'laveradi. Variantga bermaysizmi? Faqat naqd pulmi? Nomeringiz aka? 90lik 057 057 12 21. 1221 raqamiga murojaat qilasizlar. Mana ma'qul kelsa bemalol aloqaga chiqib, kelib ko'rib tekshirib olaverasizlar. 2016 250 ming yurgan avtomat korobka 3 ta petnosi bor ekan. 2023 ga 24 navbatdagi Cobalt'imiz 10 ming kilometr bosib o'tgan. Ha, 13 ming kilometr bosib o'tgan mana. Qora ko'ringan bilan bu Darkman Blue. Xo'p. Endi buni rasxodlarini so'rashimiz ham kerak yo'q, bir qator ko'rsatib beramiz. ABS bor varianti, 4-paketli propan tabletka. Balon qo'yildimi? Yo'q, o'ziniki. O'zini baloni. Propan qo'yilibdi faqat. Propan poli monitor qo'yib qo'yilgan. Ha, monitor qo'yilgan. Salonlar yetgan. Xo'p. Shu o'zini balonda manchim yursa bo'laveradi, lekin Yangi 13 buyurgan hozir. Zapaskalari tushmagan mana. bo'ldi. Propan 48 talik tabletka. 4-paketli. 2023-24 13 ming yurgan. Kraskasi Top toza aka. 100% toza. Bitta tomchi bir tekkizib bilgan joyi yo'q. Nech pul aka narxi? 11800 dan o'tib beramiz. 11800 dollar kelishiladi. Kelishlar. Aka sir bo'lmasa nech pul ko'rdi bugun? Qiziquvchisi ko'p bo'lgandir baribir. Yurgan. Yarim ko'rdi aka. 11,5. Qo'shsa xudo xohlasa berasiz. Yarimga obunachilingizga beraveraman. Ha, barterga 11,5 ga tushdi. Bo'ldi. Naqd pulga 11,5 mingga berdi. Ishtirga, Hujjatlari keyin bo'ladi. Keyin ham bo'laveradi, oformleniya ham bo'laveradi. Xo'p bo'ladi. 1900 dollar puli borga bank ham bo'laveradi. Variantga bermaysizmi? Yo'q, variantga 10 ming puli borga iloversin. 9000 10 ming puli bor. Bo'ldi. 1-2 yetmay qolsa 3-4 oygacha kelishga 90lik 90lik 550 550 1162 1162 raqamlariga murojaat qilasizlar. 2023 ga 24
13 ming kilometr bosib o'tgan ekan. Endi hisoblashsa bemalol kelib, ko'rib, tekshirib olib, notariusdan nomiylarga o'tgan joyda pulni beraverasizlar. Qolaversa, mashinalar bo'lsa, barterga ham kelishib olib qolishaverar ekan. Mana chiroyli holatda mashina, endi yangi mashina. Rangi darkman bu. Yili eskiroqdan davom etamiz. 2015 234 ming yurgan. Nechinchi pozitsiya bu? 2015 ikkinchi pozitsiya. ABS konditsioner, metan gazlari bor. Motor ходовой korobkalari? Ishi yo'q. Balon yangi ekan. Endi yangi hozir qo'yilgan bilmadim, u yaxshi holatda ekan. Bo'ldi. Kapotda petno bor. Qolgan joyi tozami? Shumka eshidan polnimi? 234 ming yurgan. Xo'p, rul qo'yilgan. Buni gazi 90 talik ekan. Mana qo'llari zavod holatda. 234 ming yurgan, 2015 ikkinchi pozitsiya. Kraskasi qanaqa aka? Kraskasi o'sha kapotda petno bor. Xolos bitta kapotda petnosi bor ekan, ustlitlari tozami? Toza, o'ziniki radmi. Xo'p, buni necha pulga berasiz endi aka? Faqat yaqinrog'ini aytaverasiz. Barakaga yaqinroq narx. 8 ming beramiz. 8 ming dollar qilib beriladi. Mashinaga barter bor, ha? Variantga chiqam chiqmaydimi? Chiqadi. Necha pul borga kamida? Kamida 5 ming 6 ming. Kamida 5 ming 6 ming pul bor. Yetmay qolgani variant qilib beriladi. Nomeringiz? 20lik 005 88 36 raqamlariga aloqaga chiqasizlar azizlar. 2024 navbatdagi Cobalt'imiz 62 ming kilometr bosib o'tgan ekan. Xo'p, metan gaz o'rnatilgan, ABS konditsionerlari bor. Hech qanaqa rasxot yo'q mashinada. Yo'q. Balon qo'yilgan ekan, ha? Yumshoq balon qo'yilgan. Salon holatlariga keladigan bo'lsak, 4-pozitsiya avtomat korobka, chexollar, yaxshi kovriklari bor, linoleum qilinmagan. 62 ming kilometr bosib o'tgan avtomobil. Gazlari 90 talik. Pollari zavod holatda. 2024 62 ming yurgan, 4-pozitsiya, metan gaz o'rnatilgan, yumshoq balon qo'yilgan, chexol taqilgan. Kraskasi? Kraskasi toza. Toza. Necha pul qilib berasiz buni ham aka? Yaqinroq. 12 ming. 12 ming dollar kamini qilib berasiz. Ozgina. Hujjatlar nima bo'ladi? Hujjatlar faqat оформление. Faqat nomiga tuziladi. Bu variantga beriladi. Variantga chiqmaydi bu. Nomeringiz? 20lik 20lik 005 005 88 36. 88 36. Azizlar, bir narsani hisobini olib qo'yinglar. Masalan, yangi Cobalt'lar bilan narxi yaqin deb ko'pchilik yozyapti, lekin qo'yilgan narsalarni ham hisobini olib qo'yinglar-da azizlar. Masalan, bu mashinalarni men doim aytaman, maqtasam ham, past ko'rsam ham foydasi yo'q, lekin yumshoq balon, chexol poli, gazlar qo'yilgani hamma joyda qimmat yuradi. Hisoblashsa aloqaga chiqaverasizlar. 2019 navbatdagi Cobalt'imiz mexanika ishqibozlar uchun yurgani qancha? Xo'p, 190 ming yurgan, metan gaz o'rnatilgan, ABS konditsionerlari bor. Motor ходовой korobka? Bo'ldi, hozir uni ham alohida so'mga qilib qo'yamiz. Yangi balon. Yangi balon. Salon holatlari azizlar. 190 ming yurgan, mana ichki holatlarini ko'ringlar. Linoleum qilingan, chexollari yaxshi holatda. Xo'p. 90 talik temir metan gaz qollari. Zavod holatda. 2019 190 ming yurgan, ikkinchi pozitsiya gazlari bor. Yangi yumshoq balon qo'yilgan. Kraskasi? Ikkinchi pozitsiya. Kraskasi? 100%. Necha pul qilib berasiz yaqinroq aka? Uni oldi 10 yashaydachi, raqtop kechasi. Kraskasi yo'q. Bo'lagani bu o'tib berasiz endi ozgina baribir ustida. 9,5 dan ozgina o'tib beriladi. Hujjatlari xohlagani bo'laveradi. Bo'ldi. Variant barter yo'llarichi. Naqd pulga. Nomeringiz? Nasiya yo'q, barter bor. Azizlar, variant yo'q ekan, nasiya savdoga mashinalar bo'lsa kelishilgan holatda olib qolinar ekan yoki naqd pulga sotiladi. Telefon raqamingiz? 90 343 67 77. 2019 190 ming yurgan mexanika, bitta ozgina petnosi bor ekan. 2020 navbatdagi Cobalt'imiz avtomat korobka, 4-pozitsiyada. ABS konditsioner, 4-pokoleniya propan gazlari bor. Buni yurgani qancha?
190 ming. 190 yurgan 2020 4 paysi. Gazlari bor. Propan 4 paketida propan azizlar. Mana avtomatlar olib aytib o'tganimizdek. Kovrilari bor, evakor. Bagaj ochiladimi aka? Archa balon qo'yibsizlar-a bunga? Mana aytib o'tganimizdek 4-paketini 48 salik tabletka propan gazlari bor. 2020 190 ming yurgan. 4-paysi 4-paketini propani bilan. Kraskasi rodnoy, mana shu yerda rixtovkasi. Bo'ldi. Umuman sepilgan joyi yo'q, shu joyda rixtovkasi bor ekan. Aka, narxi necha pul buni? 10300 dan tushib beramiz. $10,300 kelishiladi. Ha, kelishdi. Hujjatlari qanaqa bo'ladi? Hujjatlari xolosa oformini, xolosa general. Xohlagan hujjati bo'ladi. Naqd pulga sotamiz faqat. Naqd pulga ham sotamiz. Necha pul dedingiz? 10300 dan tushib 10,300 dan tushib beriladi. Variantga bermaysizmi? Bir oygacha kelishilaveradi. Mashinaga barter ham bor. Imkoniyat beriladi. Mashinaga barter Bo'ladi. kelishiladi. Azizlar, mana akamiz to'g'ri aytdi, variant hisoblanmaydi. 1 oygacha yetmay qolgan summasi bo'lsa qo'yib berib turaveradi. Nomeringiz? 99 99 919 919 24 86. 2486 raqamiga aloqaga chiqasizlar. Xo'p azizlar, bu dehqonchilik shunda? 2018 navbatdagi Cobalt'imiz. Bo'ldi mana. Patisga bossin aka, men ham tushib ketay. Bo'ldi. 2018 navbatdagi Cobalt'imiz. Ko'rishamiz aka. 2018. Xo'p, Euro variant ekan, ekonomizeri bor, ABS konditsionerlari bor. Buni yurgani qancha? 330 ming yurgan. Shumka qilingan ekan-a? 330 ming yurgan. 334 ming yuribdi mana. Buni motor hadovoy korobkalari yaxshi deyapsizlar-a? Zo'r. Shumka ekan pollari polni. 2018 334 ming yurgan. Ekonomizerlari bor. Bunda abagir sidina yo'q-a? Ismeda o'rindiqlar. Yo'q. Xo'p, ekonomizeri bordan ekan. Xo'p, kraskasi qanaqa aka? Kraskasi bor aka. Necha foiz deylik? 50 Suvay butunmi? Suyagi butun. Narxi necha pul? Narxini aka 7600 dan ozgina. $7,600 dan ozgina tushib beriladi. Hujjatlari-chi? Hujjatlar gen bo'ladi aka. Bo'ladi. Mana bo'ladi. Variantga bermaysizmi? Yo'q. Faqat naqd pulga. Telefon nomeringiz? 94 94 444 444 45 65. 45 65 raqamiga murojaat qilaverasizlar. Bu dehqonchilik aka. Qayerda mashinasi? Mashina aka Vohaniki. Vohaniki. Yo, o'zi masalan hozir bozordan kelsa qayerda bu? Voydan. Voydada bo'ldi. Aloqaga chiqaverasizlar azizlar. 2018 bemalol kelib ko'rib tekshirib olib, notariusga pulni beraverasizlar. 2018 navbatdagi Cobalt'imiz. 4 avtomat bu. 4-paysi avtomat korobka. Yurgani qancha buni? 162 ming. Xo'p, 162 ming yurgan. Metan gazlari bor, ABS konditsionerlari bor. Motor hadovoy korobkalari. Balon o'ziniki ekan-a? Diskga qo'yilgan Vossen diski. Shumka bor ekan-a? 162 ming yurgan. Tushmay qo'yar aka. Xo'p. Metan gaz 90 talik, pollari shumka. 2018 4-paysi 162 ming yurgan. Kraskasi 20% bor. 20% bor. Ichiga o'tmaganmi? Yo'q. Puli necha pul? 9000 ni o'tib beramiz. 9000 kami bor. Bermaganingiz bo'lmadimi aka? Yo'q. Xo'p, hujjatlari qanaqa bo'ladi? Gen chiqadi bu yilga. Gen chiqaradi. Variantga bermaysizmi? Yo'q, variant yo'q. Faqat naqd pulmi? Bo'ldi. Telefon nomeringiz aka? 90lik 90lik 151 151 0793. 0793. Aloqaga chiqaverasizlar. 2024 navbatdagi Cobalt'imiz yili baland mexanika so'raganlarga, endi o'zingizlar bilasizlar, men aytishim shart emas, 2024da mexanikalar juda ham kam. Buni yurgani qancha? 145 ming yurgan. Xo'p, propan ekan-a bu? Propan. ABS konditsionerlari bor. Motor hadovoy korobkalari yaxshimi? Tiniq. Salon holatlariga keladigan bo'lsak, avtomobil 2-payisida
145 ming yurgan, kovriklari bor, linoleum qilinmagan, chexollari o'rtacha holatda. Bagaj holatlari. Zapas balonning o'rnida 48 talik propan gaz. 2024 104 ming yurdi dedingiz-a? Ha, 145 ming yurgan 2024. Kraskasi toza. Narxi necha pul endi yaqinroq aka? Ha, bitay degan. 11.2 ga beraman. 11200 dollarga beriladi. Hujjatlari qanaqa bo'ladi? Ana, gen ham bo'laveradi, Xohlaganini o'tkazish ham onlayn ham bo'laveradi. Bo'ldi. Lekin imkon qadar nomiga o'tkazish olgan. Ha, o'tkazib olgan. Variantga bermaysizmi aka? Yo'q. Faqat naqd pulga. Ha. Sir bo'lmasa necha pul ko'rdi aka? Ba'zi qiziq 11 kursi ga ko'p bermadi. 11 mingga bermaymiz. 11.2 ga beraman dedingizmi? Bo'ladigan 11.2 ekan, bir qator aloqaga chiqib akamizdan so'rab ko'raverasizlar. Nomeringiz 99 99 327 327 55 55 72. 72. Bosni qo'ying. Bo'ldi, qo'yamiz hozir aka. Barterga mashina bo'lsa olib bo'laveradi. Yo'q. Faqat sotiladi. 11200 dollarga berilar ekan 2024. 2016 ga 17 navbatdagi Cobalt'imiz Mokri asfalt rangidan. Buni yurgani qancha buni? Probegi 288 ming yurgan. 288 ming yurgan, ABS konditsioner, 4-paketli metan gazlari bor. Motor ходовой korobkalari Yaxshi. balonlari yaxshi ekan. Shu uyda chizgan ekanda, qarang, sinovgacha chizgan. Mana 288 ming yurgan mashina. Ko'chada. Buni gazi 90 talikmi? Yetani bor aka. Temir, ha? Temir balon. 2016 ga 17 288 ming yurgan, ikkinchi payisi. payisi. Mokri asfalt rangidan, kraskasi qanaqa? Kraskasi toza, ash chiziqlari bor ana. Endi Yosh chiziqlari bolalar chizgan joyi qay bor. darajada ko'rinyapti Ammo bilmadim. toza mashina. Shu bitta ketgan chizig'i bor ekan. Rastovchilar ekan. Narxi necha pul bu aka? 8200 dan o'tib beramiz. 8200 dollar kelishiladi. Hujjatlari qanaqa bo'ladi? Muammosi yo'q buning. Xohlagan hujjati bo'ladi. Xohlagan hujjat bo'ladi. Xo'p, variantga bermaysizlarmi buni? Beraveramiz. Boshiga 5-6 ming bo'lsa kelishilaveradi. Yetmay qolgan summasi kelishilgan holatda qilib berilaverar ekan. Nomeringiz 90 90 300 59 90. 59 90 raqamlariga aloqaga chiqasiz tarayizlar. 2024 navbatdagi Cobalt'imiz yili balandini so'raganlarga yurgani qancha? 42 ming kilometr bosib o'tgan 2024. 2023 ga 24 ekan. ABS konditsioner bor. Avtomat korobka. Gaz qo'yilmaganmi? Gaz qo'yilmagan. Balonlari o'ziniki. Salon holatlari 42 ming yurgan. Monitor qo'yilgan. Deyarli zavod holatda ekan, shu evakor poli tashab qo'yishibdi. Kovrilar. Zavod holat ekanda deyarli. 2023 ga 24. 42 ming yurgan. Tozami? Toza. Narxi necha pul buni? 11800 11800 dollar kelishiladi. Hujjatlari qanaqa bo'ladi? Gendami chetda bitadi. Oxir Nomiga o'tkazib oladi. Naqd pulga sotiladi deyapsiz-a? Mashinaga barter yo'qmi? yo'q. Bor yili yangiroq mashina bo'lsa bor. Yili yangiroq mashina bo'lsa kelishilaveradi. 2023 ga 24 Yili yangiroq. 42 ming yurgan. Necha pul aytdingiz? 11800. 11800 kelishiladi. Nomeringiz 90 90 151 151 07 93. Xo'p, 2022 navbatdagi Cobalt'imiz 4 avtomatmi? Bu 4 avtomat, aha. 200 ming yurganmi? 200 ming kilometr bosib o'tibdi mashina. ABS konditsionerlari bor, 4-paketli metan gaz. Motor asfalt nimadami aka? Yo'q. Salon holatlari 199 ming yuribdi, monitor qo'yilgan. Xo'p. Yaxshi. Yurgani ko'proq ekan lekin yiliga nisbatan 90 talik. Nimadir bor ekan, shu ketib qoldi shu yerga. 2022 200 ming yuribdi. Kraskasi qanaqa? Kraskasi Toza. Nech pul qilib berasizlar naqd pulga aka? 11 ming. Bo'ladigan. 1670 puli borga bankka beraveramiz. Bo'ldi. Hujjatlari nima bo'ladi?
Nomiga o'tkazib oladi. Nomer 90lik 90lik 344 344 01 15. 01 15 raqamlariga murojaat qilasizlar azizlar.